Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga yana bir bor sog'lik, salomat tilagan holda mana bu tashqi eshik biz kelib turgan lokatsiya temir yo'l vokzal atrofida bo'lmoqda. Temir yo'l vokzal atrofi TISU institut yonginasida bo'lmoqda do'stlar. Umumiy maydoni 56 kvadrat. Bunaqasi faqat Makler Otabek kanalida bo'ladi. Do'stlar, eng asosiy sanuzel alohida g'ishtlik domlarda bo'lmoqda. Tashqi ishda unga qayerligida sanuzelda bitta qismi dushovoy qismi polavtomat kir mashinalar qo'yilgan. Kelasiz bir ikkita gilam qilib, o'sha kvartiraga bersangiz kamida $200 turadi. Mana konditsionerlar qoladi, sizlar uchun xizmat qiladi. G'ishtlik domlarda gaz, suv, svet bor. Do'stlar, bunaqasi faqat Makler Otabek kanalida bo'ladi. Endi bu sanuzelda ikkinchi qismi hojatxona edi, ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda esa oshxonasi bo'lmoqda. Ko'xinli mebellar, katyollar hammasi ishlaydi. Do'stlar, temir yo'l vokzali 2 minutlik yo'l. TISU yo'lning yonginasida deyapman. Mana video davomida men Makler Otabek, sharhlovchi ham o'zim, operator ham o'zim. Agar ozgina kamchiliklar bo'lsa, aybga buyurmaysizlar, o'z fikrlaringizni izohlarda qoldirasizlar. 56 kvadrat 4 tashkil domlarda 4-etaj 2 xonali. G'ishtlik domlarda bo'lmoqda. Siz bu uyimizni naqd pul yoki ikkilamchiga olishingiz mumkin. Mana yo'lda chetida bo'layapti. Azizlar, 15-maktab juda yaqin. Bog'chalar endi aytmasam ham bo'ladi. Kimda qanaqa savollar tug'ilsa, pastdagi nomerlarga bog'laninglar. Bunaqangi uylar o'zi uncha ko'p turmaydi. 1 soat, 2 soatda sotilib ketyapti. Chunki bu uyda mijozlari ko'p. Ko'pchilik bizdan mana temir yo'l vokzali atrofida bo'lsin dedinglar. Agar ikkilamchi qilmoqchi bo'lsalaringiz 440 million so'm baholanyapti. Bir 200 million pulinglar bo'lsa, bemalol ikkilamni shunday chiqarib o'rsanglar, sekin silliqqina chiqarib o'rsanglar bo'ladi. Oyiga bir 5-6 milliondan to'laysizlar. $200 ga kamida kvartirani qo'ysangiz bo'ladi. Ertaroq yopib qo'yinglar, o'zi uncha kreditni ham tavsiya bermaymiz. Mana bu ko'rishinglar mumkin, peri-xoshkalar ham qoladi. Kimda qanaqa savollar tug'ilsa yana bir qaytarib o'taman. 99 kodi bilan 676 0517, 98 kodi bilan 577 7788 telefoniga bog'lansizlar. Kuninglar xayrli va barakotli o'tgan bo'lsin. Bizni kuzatishda davom eting. Mana shunaqangi chiroyli uylarni o'tkazib yubormaslik uchun, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun Makler Otabek ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'lib qo'yinglar. Salomat bo'lingizlar.